Bu yıl 11 ayının 9 ve 10 günleri Belgiya poytaxti Brüssel'de o'tkazmoqchi bo'lgan Xalqaro Uyg'ur munbiri yig'inining tayyorlik xizmati tamomlandi. Ma'lum bo'lishicha, Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi, Dunyo Uyg'ur Qurultiyi va Hasana tashkilotining hamkorligida uyushtirilgan Xalqaro Uyg'ur munbirining ochilish murosimi Yevropa parlamentidagi ba'zi siyosiy partiyalarning sohibxonligida Yevropa parlamenti zalida o'tkazilgan bo'lib, munbarda Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilinayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini to'xtatish yo'lidagi konkret chora-tadbirlar muzokara qilinadi ekan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Amerikaning Beijingda turishlik bosh elchisi Nikolas Borisning Avam palatasining boshlig'i Nancy Pelosining oy 5-da Tayvanga qilgan ziyorati to'g'risidagi bayonlarga inkos qaytardi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan bayonotida Borisning CNNning ziyoratini qabul qilganda aytgan, Beijing bu ziyoratga haddidan ziyoda inkos qaytardi va Xitoy Tayvan bo'g'izidagi muqimsizlik omiliga aylandi degan so'zlarni ayblab, bu zo'migarlikning burmalangan logikasini aks ettirdi degan. 2020 yilning 5-dan boshlab Xitoydan ayrilib boqmagan Xi Jinpingning O'zbekistonga boradiganligi o'tirg'a qo'yildi. Xabar qilinishicha, Xi Jinping Shanxay hamkorlik tashkiloti yig'iniga qatnashish uchun Samarqandga boradigan bo'lib, Xining Rossiya prezidenti Putin va Turkiya prezidenti Erdo'g'an bilan ko'rishadiganligi mo'ljallanmoqda. Xitoy Davlatlik Sahiya komiteti Xitoy virusi yuqumining bu davlatda nikoh va tug'ilish nisbatining tuvanlashini keltirib chiqarganligini e'lon qildi. Tadqiqotchilar Xitoy hukumatining yuqumini kontrol qilish nomida yo'lga qo'ygan qattiq tadbirlarmi kishilarning bolalik bo'lish orzusini tuvaltayotgan bo'lishi mumkin deb baho berdi. Germaniyaning sobiq bosh ministri Angela Merkelning musofirlar krizisi yillarida ko'p sondagi musofirlarni qabul qilganligi uchun Birlashgan Davlatlar Ma'rif, Ilm-fan va madaniyat tashkilotining tinchlik mukofotiga erishadiganligi e'lon qilindi. Amerika Davlatlik arxivxonasi 1-oyda Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trumpning Floridadagi uyidan ularga yetkazgan hujjatlarning ichida kam deganda 700 betlik maxfiy hujjatning borligi e'lon qilindi. Davlatlik arxivxonaning yozma bayonotida 2022-yil 1-oyda Trumpning Floridadagi uyidan 15 yoshli hujjatning mazkur organga yetkazilganligi xabar qilingan. Trumpning Floridadagi Mar-a-Lago sarayi 8-avgust atiganda FBI xodimlari tomonidan aqtirilgan edi. Ikkinchi navbatli Qrim munbiri yig'ini chaqirildi. Dunyo rahbarlari to'rda qatnashgan yig'inda Qrimni qonunsiz qo'shib olishning qabul qilib bo'lmaydiganligi ta'kidlandi. Yig'ilishda Yevropa, Osiyo, Latin Amerikasi va Afrika qit'asidagi 60 davlat va tashkilotning vakillari yig'iniga qatnashdi. Uningdan boshqa Yevropa komiteti, Yevropa kengashi, Shimoliy Atlantik aktiv tashkiloti va Qrim Tatar milliy majlisining vakillari yig'iniga qatnashdi. Yig'inning ochilish nutqini so'zlagan Ukraina prezidenti Zelenskiy Kiyevning Rossiya o'ziga qo'shib olgan Qrim ustidagi hokimiyatini qaytadan o'rnatadiganligini aytdi.